Mana qizlar, men sizlarga bugungi darsimizda rezinka chokini kurchokda qanaqa to'qib chiqarishni ko'rsatmoqchiman. Birinchi bezrukavka nimcha to'qiysizlarmi, boshqa narsa to'qiysizlarmi, tega mana shunaqa rezinka mana chokini ko'rsatmoqchiman. Sizlarga rezinka choki to'qishni boshlaymiz. Birinchi zanjir olamiz. Mana zanjir oldik. Mana uni birinchisini mustahkamlab olamiz. Keyin mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana endi shuni mana zanjir olganimizda zanjiri bu yerdagi ikkinchi qismidan har doim petlyani yarim petla qilib chiqarib olib to'qiymiz qizlar. Mana bitta, mana ikkita, mana uchta, to'rtta qizlar, mana beshta, har doim bitta chokini chetini olamiz. 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, shunaqa oxirigacha to'qib olamiz. Mana oxirigacha to'qidik. Bitta yana zanjir qilamiz, orqasini o'giramiz. Keyin yana mana shu orqasidan har doim sanab to'qiylar qizlar. Orqasidan mana to'qiymiz. Mana bitta, mana ikkita, mana uchta, mana to'rtta. Sanab to'qmasanglar bo'lmasa chiqmaydi qizlar. Mana beshinchisi, mana orqasidan olaman, qaranglar mana oldi qoladi, mana orqasidan. 6-chisi mana, 7-chisi mana, 8-chisi hamda mana 9-chisi mana. 9-chisini olgandan keyin yana bitta zanjir qilib yana o'giramiz deydi. Keyin mana shu boshidan orqasidan mana bitta orqa tomonidan olib, mana shu oxirigacha mana shunaqa qilib borib kelib to'qiymiz qizlar. Mana qizlar, zanjirni to'qidim. Sizlarga necha santimetr kerak bo'lsa, o'shanaqa uzunlikda to'qiysizlar. O'zingizga kerakligicha to'qib olasizlar. Mana shu zanjir chok, ya'ni kurchokda zanjirli chok deyiladi. Mana qaranglar, mana rezinkaga o'xshab cho'ziladi.